Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Andijon viloyati Baliqchi tumani 100 Chinor MFdamiz, 40 Chinor ko'chasida. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan akamizning xonadonlariga kelganmiz. Bu akamiz uyini oldi ayvonlarini, teraskalarini polni ro'z qilib berganmiz. Bitta ko'rsatib beramiz endi. Xo'p, bu tomon teraskalari, do'rzaxonani bu tomoni ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, profillarimiz alyumin aldoks 1 da, aynaklari 2 qavat oq, graf profilida bo'lgan. Uyimiz bu tomonda ayvoniga bitta 120 lik eshik joylashtirib berganmiz va bu tomoniga bitta vitraj qo'yib berganmiz 130 lik eshiklari bilan. Bir qator obzorlarni ko'rsatib tushuntirib berib o'tib ketamiz endi. Xo'p, birinchi romimiz yana 327, balandligi 225. Xo'p, 5 ta ko'zli bo'lgan, o'rtadan ikkitasini ochib berganmiz. Aynaklari 2 qavat oq bo'lgan, tagidagi 25 lik komfort padagondagi. Buni tagiga g'ish urib olishadigan bo'lgan. G'ish urmay turinglar deb biz o'zimiz iltimos qildik. Sababi o'rnatib urvinga qo'ygandan keyin g'ishini urishsa bir yo'li o'sha kelgan usta atkazlarigacha yopib berib chiqib ketadi. Va eshigimiz razmeri 240 ga, balandligi 296. O'rtasiga 130 lik 2 qanotli eshik joylashtirib berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Eshik panorama holatda bo'lgan, ichkariga o'ng qo'l tomonga ochiladi. Va oxirgi romimiz 350 ga, balandligi 220, u ham 5 ta ko'zlik, ikkitasi ochiladi. Aynaklari 2 qavat komfort padagonliklar bilan joylashtirilgan. Aynaklari 2 qavat alyumin butunchida germetika hamma yo'g'i bilan bo'lgan. Rezinkalari SPS bosma rezina, ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p. Profilimiz graf, ruchka zamoylarimiz ham graf firmasiga tegishli ziyodatga soqolidan va ochilib yopilishlari. Juda ham cho'tka holatda ishlaydi. Xo'p. Bu tomondagi ayvonimiz. Xo'p, bunga 120 lik eshik qo'yib berganmiz. Zinadan chiqishda ichkariga chap tomonga ochiladigan bo'lgan. Buni o'sha duvoli bilan baravar qilib to'sib qo'ydik tagini. Xo'sh, eshikni ochib oling. Ruchka zamoylarimiz graf, ochilib yopilishlari hamma yo'g'i cho'tka holatda bo'lgan. Bu tomoniga g'ish urishib oladigan bo'lgan, shuning uchun hisobiga bu tomoniga qo'ymadik. Xo'p, bu romimiz 230, balandligi 220, 4 ta ko'zlik, bir tomoni ochiladigan bo'lgan. Bunga ham patagoniylarni qo'yib, hamma yo'g'ini tayyor qilib qo'yganmiz. Xo'sh, bunimiz 250 ga, balandligi 296 va romani balandligi 220. Patagoniyaga qo'yib tayyor qilib qo'yganmiz. Aynaklari 2 qavat oqqa bo'lgan. Patagonnik komfort firmasiga tegishli. Patagonnik kirishga hamma yo'g'i full holatda bo'ldi. Eshigimiz ochilib yopilishi va qulflanishi juda ham cho'tka holatda. Xo'p, общий summasi. Odatda bunaqa teraskalarimiz rasxodbayga hisoblanadi. Bu teraskalarimiz hozirgi kundagi narxi 17 million so'mga tushadi. Olib borib o'rnatib berishi 5 yillik kafolati hamma yo'q shu narxda ichida bo'ladi. Xudo xohlasa bu obyektimiz ham o'zining hayosiga yetdi. Quboyev bilan qoling, Quboyev doimo sizlar bilan joninglar sog' bo'lsin. Salomat bo'linglar.